Shotyorlarimiz, stullarimiz, hamma narsamiz tayyor. Joylashib olindi. Qalay tandir go'sht? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sirojiddin aka, va shu Voronejga qanday borardik, ketib oling. O'g'illarnikini kiyyaptilar. Voy, Felixchi. Go'shtdan to'g'rasan. Tiya bering. Qorni ochib yetdi Felixchi. Gumma bilan boqaman. Nima gumma yeymiz, berashkimizni dotdingiz. Yaxshi ham. Mana. Bo'shab olishdi. Bu yoqda mana okalar. Shohruh aka, qormang. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi? Yo, rahmat. Qalay bo'lyapti? Aka bir ayting, nima bo'lyapti? Xo'p, bitta tas kebab degan turkcha taom bor ekan. Tas kebab. Tas kebab. Tez kebab. Tas. Mana xullas-da. Tez emas, tez pishmaydi. 1,5 soat vaqt ketadi. Unda yavash kebab deb nom Bitta qo'yamiz. toza, mana, proжилkasi yo'q go'shtlari kerak bo'ladi. Mramor Turklar bilasiz-ku. deyman. Shunaqa joylardan olib, uni endi protsessini olasiz endi yog'i. Bo'ldi. Rahmat. Aka, bir chiroyli qilib pishirsak, Xudo xolasa dahshat chiqadi. xudo xolos. Siz kayfiyatlaringiz qalay? Ben prosessiga qarab turibman. Aha, bu положениyaga qarab turibman deydi. Umuman yani shu, cho'tki, по правилам. Mana. Behruz akam o'g'illari ham ishga tushib ketdi. Qoyili. Men bular kartikalar artmasa kerak derdim, hozirgi giyirasi bolalar. Молодец. Ya, bu takdir. Jaydari. Jaydari, молодец. Murodil aka, hozirligingiz bor-a? Go'sht.